Bizani reklamaga chaqirsanglar ham boricha aytamiz. Chilonzor 20-kvartal a'lo taom yeyamiz, mazasini ko'ramiz. Ko'rib turganingda bir porsiyon faqat biz o'zimizga kaplay ketdik. Endi tashqarida odamlar saboygan olib ketishyapti, to'g'riladi kelib. Xursand bo'lgan tovoni tashqarida o'chib poylab turganingizda mana bardak choy bilan ozgina shirlik berishar ekan. Osh mazasiga endi baho beramiz. Basınız bile baraymen, yolda yalğızlık yaman. Basınız Osh yeb ko'rdim, osh mazasi menga yoqdi. Bu faqat osh emas, 40 ta osh ovqatli qilinar ekan, Uyg'urcha, o'zbekcha, milliy taomlarimiz. Endi menga oshning mazasi yoqdi. Boshqa ovqatlarning mazasini boshqa safar ko'ramiz. Ichkarida bemalol iftorlik kesil bo'ladi. Tashqaridan ham kapsulalar ichkarida chiroyli sharoitlar qo'yishgan ekan. Saharlik keladigan bo'lsa, soat 11 dan ochilar ekan. Kelishga arziydigan joy, men sizlarga tavsiya qilaman. Aniq lokatsiya Telegram kanalida like podpiskani ayamanglar. Baraka topkurlar, podpiska bosishni ham esdan chiqarmanglar. Bez podpiska ko'ryapsizlar, hijolat bo'lmayapsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.